Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun mana 17-avgust 2026 navbatdagi bo'lgan chiroyli bo'lgan tunkani o'rab bo'ldik. Labona egalari Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan ketdi. Ko'rishingiz mumkin, full komplektda hamma narsa qilib berdik. Birinchi o'rindan dugadan boshlaymiz. Bu holatdagi dugalari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Poliga, rezinka, orqa sepkalarigacha. Nomerlar akamizni tanigan bilganlar like bosib turaverasizlar. Full komplektda tomiga, bagajlarigacha qo'yib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. 1 soat 1,5 soatda o'rnatib, chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Bir yaqindan ko'rsatib o'taylik. Mana poliga mana bu holatdagi rezinkalar bor, to'liq tushadi. Ekrandagi raqamlarimiz, mana bu holatda setkalari bor, tomida bagajlari bor. Orqa dugalarning ko'rinishi mana bu holatda bo'ladi. Bu tumankalarga ham oldigacha chiqadi, yaxshi ko'rinadi shunda. Bu 2 metr zashda sondiqlar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Behijolat telefon qilaverasizlar. Murojaat uchun mana bu ekrandagi raqamlarga telefon qilaveringlar, ikkalasi ham ishlaydi. Kamchilik xatolar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Do'stlar, yaqinlarga, lab olgan aka-ukalarga ushbu videoni jo'natib qo'yaverasizlar. Kuzatishda davom etasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.